tuman hokimining qarori bilan ishni qilyapman. Kechadan oldin bir 50 ta militsiyani olib kelib, o'z boshimchalik bilan mana bu yerga tuman hokimining Alisher Jummayev. Bu qo'g'irchoq aka. Bularni so'raydigan ega Respublika O'zbekistonga yo'q ekan. Aqlangan egalar, akalarim javob bersin aka. 5 yildan beri qo'ymayapti. Na prokuror, na hokim qo'ymayapti, mana ustini yopsaga. Yig'ilishga aytdik-ku, borib chiqaman Sharifni deb. Bunda hokim bizga kerak emas aka. Bunda To'ron Berdimurodov ham kerak emas. Menga 2 kun bo'ldi bir ikkita odami kelyapti. Seni kallangni olib ketaman deydi. Qonun oldiga javob bersin aka. Menga mana tuman hokimining qarori turibdi. Shu qarorni men ijro qilyapman. Men boshqa ishlar bu yerga uy qurganim yo'q, sotganim yo'q, maqbara qurganim yo'q aka. Men faqat qarorni tuman hokimining qarorini bajaryapman. Siz tuman hokimining qarorini bajaryapsiz. Sizni mana gapingiz. Yo'q aka, bu tuman hokimi emas birinchidan. Ikkinchidan bu odamga unaqa sizga tumandan qaror chiqarib berasiz. Masalangizni hal qilishga bu odamning bunaqa vakolati yo'q. O'zi 10 kunga balnishniga chiqqan paytda. Mayli aka, shu qarorni endi aka, bu siz gapirib bo'ldingiz, men eshitaman. Endi men eshitaman. Prezidentimizning qarori bor. Prezidentimizning qarori bor. Surxondaryoga tashrifining ham protokoli bor. Mana yaqindagi tashrif. Bir vazirlar mahkamasining ham qarori bor bu to'g'risida. Bir tutni keskanga 10 tut ekib beradi. Tushuntira oldimmi? Hozir siz mana uni siz bu noqonuniy aka. Chunki sizda hozir mana shu hamma narsangizga tuman prokuroringiz protest kirgizib, sizni qaroringiz bekor qildi. Mayli, bekor qilgansiz menga nusxasini bersa bo'ldi. Mana men sizga aytayman. Hozir men sizga protest beraman hozir. Protest bersin bo'ldi aka. Men ham so'raman aka. Men ham o'qib protest beringlar. Shu protestni menga ham ana shu prokuror kerak. Meni protest beradigan prokuror deb mana hozir sizga hozir mana. Mana shu fundamentlarni bor-ku aka. Men kredit oldim 60 million. Ishonasizmi, mana tuman hokimini avvalgi hokimini qarori bilan men 60 million bo'ynimga turibdi. Men qaytib uni qaytarib nima qilaman? Bog'dorchilik deb men olganman akajon. Bu yerda yerni 30 sotik deb mana qaror So'rovingiz tugamapti, qani 49 yilgami 50 yilga beriladi, to'g'rimi? Nimaga? Davlat tarafdan. Mana qaror aka, mana qaror. Xo'sh. Mana qarorni mana tuman hokimining aslisi mana 2019-yil 17-iyun K4450 sonli qaror mana Globotga Tursunov 147-konturdan mana foydalanadigan samarasiz tuzor yer maydonida bo'lib mazkur yer maydoni 30 ga tashkil etadi, 30 sotukdi. Ushbu yer maydoni samarasiz tuzor yer maydoni bo'lganligi sababli dehqon fermer xo'jaligi o'z hisobidan mevali nihollar deb nima qilgan edi mana shu yerga aka. Mana shu mana B Abdurimov tuman hokimi edi. Mana shuni qarorni olganmiz aka. Qarorni ham u yugur 3 yil deganda olganmiz aka. Keyin yagona darchadan mana men yagona darchadan guvohnoma ham oldim. Bu yagona darcha degani bu respublikaga birdan tashlaydigan hujjat aka. Bu respublika yagona darcha davlat xizmatlari markazi. Ana shuni pechatlagandan keyin men ishni boshladim. Jasur Bobomurodovga bordim. Tursunov O'rnoy mana bu kishi oilam. Birga Tursunov O'rnoyda akajon mana davlatdan kredit endi aka men ishni olib nima qildim? Ishni boshlagandan keyin tuman hokimi Alisher Jummayev keldi. Prokuror To'ron Berdimurodov keldi. Mana shunday sen nima qilyapsan? Men aytdim, mana aka tuman hokimining qarori bilan ishni qilyapman. Nima qilayotgan bo'lsangiz? Nachar militsiyasi keldi, bir 3-4 ta qidiruv diballarini olib keldi. Keyin bular men ishni bo'lganimdan keyin 60 million pul ketgan aka shu narsaga. Shuncha odam hashar. Men hozir YouTube'ga ham kreditni mana erta indin mana nimasi chiqadi. Men hozir qaytib qaytaraman. Oltisa tuman hokimni prokurorni yozganimdan keyin bular kelib meni uyimdagi 3 ta tomorqa bor. O'zlari qonuniy qarori bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz aka. Xo'sh. Kechadan oldin bir 50 ta militsiyani olib kelib, o'z boshimchalik bilan uni ham buzib tashlayapti aka. Daraxtni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Betonlar havorga yotibdi. Betonlarda aka 11 yanvarga kelib, 11 yanvarga tut plantatsiyaga qarashli deb birdan buzib shularni buyrug'i asosida buzib tashladi aka. Mana bu yerga tuman hokimining Alisher Jummayev bu qo'g'irchoq aka. Bu ishlamaydi. Faqat To'ron Berdimurodov ishlayapti bu yerga. Tumanning egasi To'ron Berdimurodov.
Oltisa tuman prokuror. Men respublika prokuraturaga ham murojaat qildim. Respublika prezidentiga ham murojaat qildim. YouTube'ga ham chiqardim. Bironta ega yo'q. Bironta bularni ishlaydigan, bularni so'raydigan ega respublika O'zbekistonga yo'q ekan. Agar yo farmoy 7-yildan beri men tadbirkorlik bilan shug'ullanaman ekan. Mana ega bir ikkita hayvonni gabini olib, bir ikkita hayvonni gabini olib tuman prokuror, tuman hokim aka shu ishni qildi aka. Mana hujjatim qo'yilgan. Mayli. Hujjat bular falshga desa, mana pechatlangan egalar, akalarim javob bersin aka. Mayli, mana pechatlangan aka. Mana bu velosipedlar aka, mana bobolar gapirsin aka. Mana bobolar. Bu yerda o'zi nima qilingan edi bu yer buzib taylangan? Beton qo'yganmiz. Beton dina. Setkani ichiga, ustiga setka uraman degan. Bu xalqni ichiga turibdi-ku. Bog'dorchilik uchun olgan. Bog'dorchilik. Mana qaror tumanni mana hokimni qarori bilan olganmiz. 60 million akajon kredit olganman. Men qaytib qaytaraman. 5 yildan beri qo'ymayapti. Na prokuror, na hokim qo'ymayapti-ki, mana uni ustini yopsaga. Mana u ham buzlyapti. Eski hokim Erkin Boynaz edi. Buni ham yo'qotdi. Tadbirkorni hozir Alisher Jumayev bunga ham farmoyish chiqaribdi, men buzaman deb. Shu bo'lakam voqeaga sizlar guvohmi hammalari? Guvoh bilamizlar. Hammalaring guvoh. Bizga yordam tegadi. Bir ikkita nima shunday qilyapti. Bunga rahmat deyishdi joyiga hamma Endi shoshilmanglar. Biz hozir qayerda bizlar? Biz Oltinsoy tuman, Surxondaryo viloyat Oltinsoy tuman Gulobod mahallasiga joylashgan. Shu yerga mana do'konlar xususiy firma meniki. Yuqoriga ham chorva fermerman aka. Yuqoriga ham chorva fermer bor. 3 yil bo'ldi aka, men chorvaga yer berdim, Erkin Boynaz ham bermaydi. Alisher Jumayev ham faqat bergi bir ikkita hayvonni gabini olib men bilan protiv bo'ldi aka. To'ron berdim, ular to'ku yig'ilishga aytibdi-ku. Yig'ilishga aytibdi-ku, borib chiqaman sharifni debdi. Aka qayerga yozilgan? Qayerga bir biz aka bir Tojikistondan ko'chib kelganimiz yo'q. Ota bobolarimiz shu yerda odam aka. Yuqorida chorva fermerimiz yo'q bu yerga, o't muammo aka. Hayla borib ko'rsin aka u Alisher Jumayev. Tadbirkorga shans bermayapti. Tadbirkor bor mana. Tadbirkor chiqayapti, chiqish kerak. Lekin buni oyoq ostiga bosish kerak. Bir ikki kishi chiqib oyoq ostiga bosish kerak buni. Bu chiqmasligi kerak. Ularning planiga. Tadbirkorga Lekin tadbirkorlarni o'zi prezidentimiz qo'llab-quvvatlayapti. Men boshini gapiray, Karovani boshini gapiray. Mana bu tadbirkor Sharifboy ishni boshlagandan keyin bir inson kelib menga 2 sotuk tomarqa ber degan. Keyin bu aytganki, men bera olmayman, bu davlatniki. Men buni bog'dorchilik qilaman degan. Keyin shu bilan boshladi. Endi qarang, bu borku mana yo'llarga yordami tegadi, qarzlarga yordami tegadi. Biron o'g'irligi yo'q, uka. O'g'irligi yo'q, uka. Fermer. Qarang, 5 yil fermerlik qildi. 5 yil fermerlik qildi. Necha yil firmaga ishladi. Mana sag'irma, sug'urma, dehqon oiladan chiqqan farzand. O'g'irligi yo'q. Yaxshi savodi bor. Hammaga nafi tegadi. Buni boku faqat bosadi, katta bo'rilar bosadi, tepadi bosadi, oyog'isi. Buni qarang. Endi hozir borib mana daraxtni ko'rasiz. Inson borku, mana ayol kishi 9 oy bo'yida bolasini ko'taradi. Tug'ilgandan keyin ota onasi bo'lmasa ham bobosi, tog'asi bitta nihol ekadi. Bo'ladigan niholni borku shunday hokim turibdi, boshqalar shunday chappa qildi. Mayli, endi bo'lgan ish bo'ldi. Uni ham mayli. Nima ish qilib ketishdi? Yuqorida mana chorva akajon. Ishti aka, mana bu yerga men fundament tashlaganimdan keyin, fundamentni ustiga men setka uraman dedim. Bular o'z boshimchalik uy-joy deb protest beryapti. Tuman prokuror mana protest beryapti aka. Mana protest beryapti To'ron aka. To'ron mana protest beryapti, mana To'ronning hujjati. To'ronning hujjati 3-yanvar 2019-yil bo'lyapti. Lekin vaholanki 3-yanvar 2019 emas. Men o'zi 2019-yil 17-iyunga olganman aka, qarorda aka. Lekin mana ke tuman hokimim kim birdan bu qo'g'irchoq ham, bu tuman hokim Alisher Jumayev ham bu To'ronning qo'g'irchoqi hozir. Bu qo'g'irchoq bu. Bu hokim emas. Bunday hokim bizga kerak emas aka. Bunda To'ron Berdimurodov ham kerak emas. Bunday hokim, bunday prokuror olib borib firmani egasini olib borib tiqaman degan odam kerak emas aka. Bitta savolim bor. Mana shu inson orqali necha kishi ishlayapti hozir? Qanday bir
foydasi tegyapti sizlarga mana shu mahallaga, mana shu qishloqqa? Sekmasading, ha. Bo'limimizga mana so'rang. Mana bu kishidan so'rang, mana qari kishi. Mana so'rang. Assalomu alaykum. Bu odam eng bir tadbirkor odam. Tadbirkor kishi. O'lgimizga ham tik, tirikimizga ham bor, kasalimizga ham bor. Nima ish bo'lsa shu hozirda. Hozir. Mana ko'chaga qarab, Ko'chani ko'rsangiz hozir. hozir ya'ni Boramiz. shu inson o'tkazdi. Inson olib keldi, hamma narsani shular yashayapti. To'kni ham o'zlari olib keldilarmi? Qanday chiroyli. Shu qanday? To'kni qarang borib. Daraxtlarni kesib rahmimiz keldi shu daraxt. Yig'ladi, hamma aholi yig'ladi. Kecha uyda ishonmaysiz, mana Xudo turibdi, kechadan oldingi kun uyda hech kim yo'q. Men do'konga emga turibman. Xo'jayinim mana yem olaman deb Zakazerni Termizga ketganlar. Lekin hech kim yo'q. 4 ta bolam uyda foydalanib, kelib biron nima bergani yo'q. Yo'q, men buyruq Hech so'radim. narsa yo'q. Men Indamay bor edi. kirib ketyapti-da, tuman nimasi prokuror bilan tuman hokimi kirib, indamay xalq shu yoqda turibdi. Biron kishi xabari yo'q. Hech bo'lmasa 1-2 kun nima berish kerak-ku. Bir kun. Uyga odam yo'q. 3 yil, 4 yildan beri mana Men suvli keldim, joydan tasodifan yer so'raymiz. Yuqorida molimiz bor akajon. Yuqorida mol bor. Yer so'raymiz, lekin yer bermayapti suvli joy. Yuqorida umuman quruq toshloq joy. Lalmi joy. Lekin umuman yer bermayapti. 3 yildan beri xat tashlaymiz. Xatni mana rayon yopyapti. O'tgan yil 150 ta mol o'lib ketdi. Buni kim sut puli deb keladi. Go'sht puli deb keladi. Lekin tim-batin hisobda solig'ini deb nima qilyapmiz? Topshiryapmiz. Mana bu yerda 2016-yil qurganmiz. 2016. 2016-yildan beri Xolmas Samadov edi Oltisoy tuman hokimi. Keyin 2017-18 ga Erkin Boynazov keldi. Shundan Xolmas Samadov ham men bilan chap bo'ldi. Xolmas Samadov, Erkin Boynazov ham, bu Alisher Jumayev ham. Shuni qo'ymayapti-ku men mana shu narsani yopishga. Plus managa ketgan 60 million puldi. Hech kim bo'yniga olmayapti. Shuncha xat beryapmiz. Bironta ega yo'q. Hozir sizga berdi, bo'shatib berdi deyaptimi? Bu yerda 11-yanvarga kelib 10 ta militsiyani olib keldi, tutdi egalari olib kelib bizga qarashli deb tuman hokim bilan tuman prokurorning farmoyishi deb ular bilan telefonlarga gaplashyapti. Ular bilan birdan shu yerga sindirib mana nimalarni tashladi. Xohlagan joyga murojaat qil deydi. Prezidentga kir deydi. Aka prezident yo'q shunday vakolat beryaptimi? Tadbirkorda olib borib tiq yo olib borib nima qil deyaptimi aka? Tadbirkorda. Bu yerga qayerga? Oltinsoy tumanidagi prokurorni To'ronberdi Murodovni Alisher Jumayevni so'raydigan ega umuman yo'q. Respublika bo'yicha yo'q aka. Shularni Alisher Jumayev bilan Mirzayev Asliddin Prezidentimiz bilmaydilar prosta. Bilmaydi. Kadastr boshlig'i Jasur Bobomurodov bor. Gap bermaydi. Xohlagan joyga murojaat qil dedi meni aka. Xohlag, olib borib tiqaman seni dedi. Hozir To'ronga aytaman, olib borib tiqaman dedi. Xonasiga bo'lyapti. Qo'y dedi. Shu lafzni aytayapti. Qo'pol bo'lsa. Aka bu qayerga yozilgan aka? Yo, borib bu farmoyish chiqarsin, bo'lmasa kadastrni boshlig'i mana To'ronberdi Murodov, Alisher yo boshqasi aka bironta televideniyega ham berdim aka. Kelmadi. Respublika prokurorga berdim, so'ramayapti. Faqat xatlarda bergan mahallani pechallab beryapti aka. Konkret gap aka. Mahalla bor bergan nargi Alimov Vahob degan fermer bor. Eski mahalla mana shu hozir yerni men oldim deb shular aka 100% birgalashib shu ishni pechallab beryapti aka 100%. Shular aka qonun oldiga javob bersin aka. Meni mana yerga o'zim huquqimni paymol qilishim. Mana yerga ketgan 60 million pul aka, 60 million pul. Men bularni YouTube ga chiqardim. Prezidentlarga yozdim aka. Bular shularni nimasiga meni uyimdagi oldiga o'tib yerda ham haydab tashlagan. Hozir mana olgan farmoyish chiqaribdi. Bu zamon deb aka. Bu qayerga yozilgan aka? Bu aka yo shunday deyaptimi yo prezident shunday farmoyish chiqaryaptimi? Yo'q. Shavkat Mirziyoyev. Adolat yuzasidan o'zlaringiz bir ishlangizlar birodarlar. Yosh tadbirkor. Nima qilsa qo'ldan keladi. Zavod bo'lmasa-ki xalq mana chiqib Qilib yuribdi. Yordam berib yuribdi xalqqa. Yosh tadbirkor. Zamonbob, zamonimiz shuni talab qilyapti. Shuni bir Rahmat. Endi mana shu akamiz aytgan gaplarni hammasiga guvohlik berasizlar, hammalari. Beramiz. 2 marta beramiz. Bo'ldi. Endi sizdan qo'rqaymiz. Shu sizni nimangizga ishonib, hech ishonadigan Biz joyingiz endi elpar bor. qolmadi. Xo'p, assalomu alaykum. Bizga aka konkret shu prezidentga kiradigan shu yerga maxsus odam olib kelsin. Maxsus mayli mana tut mana kelinki qaror. Kelinki tut plantasiga qarashli bo'lsa,
Mana yerga pechatlangan akalarim bor mana yerga. Bahodir Abdurimov. O'zi javob bersin aka. Men odam kiritgan edim, xohlagan joyga murojaat qilsin. U To'ron Berdimuratov ishi deyapti. To'ron Berdimuratov Oltinsoy tumanga prokuror. Hokim Alisher Jumayev qo'g'irchoq. Uni oldiga qo'g'irchoq ishlayapti aka. Qo'g'irchoq ishlayapti. U hokim emas bu. U hokim emas. Qarang, endi bunday daraxtlarni ko'ring. Uyni oldiga ishonmaysa Ketib bor daraxtlar ko'ramiz. Ketib yuringlar. Shavkat Mirzayevdan agar qonun oldiga iltimos qilamizki, shu narsani qonun oldiga yuqoridan bu yerda tumanga tashlamasin. Tumanni sotib olgan. Tuman hammasi bir. Viloyatda ham sotib olgan. Viloyatga ega yo'q. So'raydigan ega yo'q. Yuqoridan odam kelib shaxsan hujjatlar bilan mayli kelinki shular falishchi bo'lsa ham shularni pechatlangan pechatlab imzolab bergan odamlar bor. Ana shular qonun oldiga javob bersin. Ketgan 60 million pulni to'lasin. Mana buni ruxsat bersin, bu idoramda mana buni yopishga birikta nonsex qilaman, birikta narsa qilaman deb bularni ham hozir to'sqinlik qilyapti. Mayli bu tut ekan, mayli plantasiya ekan, boshqa joydan o'tib so'tib yerimni qilib bersin, 60 million pulimni bersin aka. Uyda oldidagi 3 ta tomorqani hozir borib ko'rasiz, daraxtlarni verga syomkani, u 3 ta menga taalluqli emas. U Sharifniki deb 50 ta milisani olib qilib o'z boshimchalik bilan To'ron Berdimuratov bilan Alisher Jumayev bilan nima qilib tashladi? Shuning uchun aka 3 yil bo'ldi men yer ber deb 925 gektar yaylovim bor, 600 ta molim bor o'zimda aka. U guruhga tashkil qilib inspeksiya 18 marta sanagan. O'zi nima sababdan sizga buncha atak qilyapti? Menga bu yerga birikta zo'rlar bor, birikta zo'rlar, Globotga zo'rlar bor. Shu zo'rlar meni ko'ra olmaydi aka. Abdurim Sharif desa bo'ldi, bular aytadi bu yozuvchi dedi, bu to'matchi dedi, bu unday dedi. Faqat meni pastavka qilyapti aka. Bular. Bu ulardan baland bo'lmaslik kerak. Shuning uchun aka bizga qonuniy chorvoga yer bersin aka. Qonuniy chorvoga yer bersin. Mana bu yerda mayli o'tib o'tib bermasin. Boshqa joydan o'tib o'tib yerimni bersin. Ketgan 60 million pulimni bersin. Mana buni aka yopishga bo'lsa qonun doirasiga menga hujjat qilib bersin. Qarangda, endi u lekin Oltinsoy tuman prokurori To'ron Berdimuratov, Alisher Jumayev tuman hokimi, Jasur Bobomurodov kadastr boshlig'i mana hozir Mirzoyev Asliddinga qonun doirasiga qonuniy chora ko'rsin. Menga 2 kun bo'ldi bir ikkita odami kelyapti. Seni kallangda olib ketaman deb. U bilmayman u kim u, men tanimayman u odamlarni. 2 kun bo'ldi meni yo'lga ushlayapti. Sharif sen, men aytdim menman Sharif dedi. Kameraga turibman men, kamerasiga. Men tanimayman u odamni, hayotimga ko'rganim yo'q. Seni kallangda olib ketaman deyapti. Yana bir marta hokim bilan prokurorga bir marta yana gapir, seni kallangda olib ketaman. Aka shu O'zbekistonga shu narsa bormi? Aka biz qonuniy yotsak uyimizga bemalol yotaylik. Yo To'ron Berdimuratov bilan Alisher farmoy chiqarsinki Tojikistonga ko'chsin deb. Tojikistonga borib yashayman mayli aka. Meni qo'ymasin. Rayonda bir fabrika bo'lmasa, bir zavod bo'lmasa, mana sharoit bo'lmasa akajon. Lekin mana bitta tadbirkor yuqori nima qilganda uni bosim kerakmi? Nima qilish kerak? Qonun doirasida nima qilish kerak bu yoqqa? Necha yil bo'ldi mana aka? Mana shu insonga qo'liga 9 yil ishladi. Qo'liga? Mana shu insonda mana do'konimiz bor, kredit olamiz. Do'konda Mana yopib qo'ygan misol. Borga agar bu yomon bo'lganda men bilan biron narsa gap so'z bo'lardi-ku. Xalqqa xizmati uchun yurdi. Qayerga bo'lsa, ikkalamiz birga borgan joyimiz ko'p bo'lgan. Ayniqsa suv uchun. Necha marotaba viloyatga bordik. Nima uchun shularni bajargan yo'q-ku viloyatda o'zi. Nima ish qilyapti? Mana o'zimizni mana to'kimizni o'tkazdi. Ko'chalarda shu ichimlik suvni uchun. Suv oqaga bordik, viloyatga bordik. Necha marotaba shu inson bilan men borganman, lekin shu ishni shular bajargan yo'q-ku. Tadbirkorni mana shu ko'tarish kerakmi? Shavkat Mirziyoyev o'zini nimasi bor-ku, biz mana televizor ko'ramiz, boshqa qilamiz. Shu odamga mana bosim qil degan yo'q-ku. Xalqqa xalq uchun deb aytyapti. Men shu insonni biron yomon so'zini eshitganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Agar men yomon bo'lganimda, yo bu inson yomon bo'lganda 9 yil men ishlamas edim. Yoshim 70 ta qoralab boradi. Rahmat. Tushundim sizni. Hozir mana bu sizlarning bog'laring bo'lgan, to'g'rimi? Bu mana betonlarni kim olib kelib tashlagan? Buni shu rayon tuman prokuror bilan tuman hokimi kelib, men mana bog'dorchilik uchun avvalgi hokim berdi. Mana keyin qo'yaga 2004. Tushundik uni, bo'ldi. Bularni kelib xabar bermasdan kelib bu sizlar o'z boshimchalik nima qilyapsizlar deb buni ag'darib tashladi.
Mana shu yerlarda hozir men bir ko'raylar. 60 million pul ketdi bunga. Ha, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, shu bog'ni mana Bu xizmat hashar yo'li bilan odamlar hashar yo'li. Boshqa bo'lgan buni o'zi bo'lmaydi-ku mana. beton, ha? Beton tayyorlangan. O kelib Qarang. Boqqa traktorlarni olib kelib, ana tashladi. Qarang buni qarang. O'zi bo'lmaydi. Odam achinarli holda Davlat bermasa nahotki biz ham tadbirkor shu holda nima qilsak, kelib indamay birovni tomorqasiga fundament tashlamaymiz-ku. Qaror ustidan nima qilyapmiz? Men 60 millionni qaytib mana nimasi chiqdi. Mana mart oyiga nimasi chiqadiki men to'lovni boshlayman. Men qaytib uni nima qilaman? Hech qayerga biron ish bo'lgani yo'q. Men qayerdan qaytib davlatga beraman? Otisoda yopayapti. bu bog'da sizlar kredit olib qilgansizlar mana shu bog'da. Yo'q, bu bog'da emas. Mana bu 30 sotukni ichiga nihol ekishimiz kerak. Nihol Biz maqsad tutni kesish emas, tut turibdi. Bironta tut ketgani yo'q. Shuning ustiga mana shu foyda bordi, ustiga men setka tortib, mana shu narsani setka tortib, ustiga setka mol kirmasligi kerak, odam kirmasligi. Andijondan 14 mingga bitta tubni gaplashgan. Yo'q, menga bitta savolim bor, javob beringlar. Mana betonlar siz tayyorlagansizmi, hokimiyatmi? Men tashladim, men quydim men. Xo'p. Ustov bilan 60 Yo'q, mana betonlarni, ha. Bu betonlarni buzganini Oltinsoy tuman hokimi Alisher bo'ldi. Jo'mayev Uni faqat buzib tashlandi. Boshiga Bo'ldi, turib bo'ldi. tashladi. Men aka qo'mitaga ham murojaat qilgan edim, respublika qo'mitaga. Bu bundan oldin, bu boshlamasdan oldin. Mana viloyat qo'mitadan kelib, mana G'aniyevni xati bor. Viloyat qo'mitadan tuman resursdan 3 ta odam olib keldi. Shu yer seniki deydi. 30 ol, 31 olma, 29 olma. Ana shu 30 aka mana G'aniyevni xati aka, mana G'aniyevni. Mana bu yerga yozilgan bunda tashqari fuqaro Shey Abdurimov Oltinsoy tuman hokimining 2019-yil 17-iyun kunida K4400 sonli qarori bilan Gulobod mahallasi hududidan dehqon xo'jaligi tashkil etish to'g'risidagi qaroriga asosan olgan 0.30 sotuk yer maydonini amaldagi qonunlarga asosan qarorda belgilangan tartibda foydalanishni tushuntirgani ma'lum qilinadi. Boshqarma boshlig'i Ag'aniyev mana aka. Bu respublikadan kelyapti. Respublikadan deb berdi. Mana respublikaning xati. Mana respublikadan xati. Respublika Movin xati, respublika qo'mitaning xati. Mana bu yerga rasmga olgan men bilan qo'mitadan kelgan. Shukurov Bobor Rahmat degan odam kelgan viloyatdan. Shu yer seniki. Tutni haqiqatan ham tutmay boshqami tuman hokimi qarori chiqqan deb aytilgan. Lekin aka menga yuqorigan molim bor. O'tgan yil mana 150 ta o'ldi. Bironta ega bu yerga yo'q aka, bu yerga hozir sanoqqa borsam 150 ta yo'q aka. Tut puli to'layapmiz, go'sht puli. Go'sht topshir dedi, men go'shtni molni olib kelib, yon molni sotib go'shtni topshiryapman. Mana 2019 ga sotmagan bo'lsam bir 2 tonnalar go'sht topshirganman. Davlatdan hech qanaqa qarzdorligingiz yo'qmi? Davlatdan biron so'm soliq yo'q. Soliq qarzim yo'q aka. Yuqoridan ham soliqni to'layapman, boshqa do'konlarimdan ham soliq to'layapman. Faqat mana tut plantasiyam 2 gektar menga qarashli edi. Men 2 marta plan boqdim, 8 ta 9 ta ayollar bilan ishladim ama. Ishladik. Mana buni o'ring. Hammasini oladi. U yoq ketyapti. Endi shuncha odam guvohlikda hamma narsa bo'lyapti. To'g'ri telefon. Qarang. Mana buni qarang, necha yil bo'ldiki qo'ymaydi chunki 5 yil bo'ldi. Bir mana xilib nima qilamiz deyapti. Ayollar borku ishlasin. Hech joyga ish yo'q ayollarga. Mardikorlikka chiqamiz borku, kechgacha borku piyoz ekadi, kachka o'zi bozadi. Bir zavod bo'lmasa. 20 ming beradi, keladi, charcha biron ayolga bir nima yo'q. Qo'ymaydi bir kaza ko'tarishga. Shu tadbirkorimiz o'zimizga Shu yerdagi mana stolbalar, mana hozir 1 kilometrlar mana visoki kelgan. Mana bu stolbalarni xalqim bilan o'z boshiga turib mana shu Toshkentlarga yaxshi yomon bo'lib, kattalar bilan aralashib mana shu transformatorda olib keldik. Mana stolbalar, mana yangi to'klar, mana ko'chamizga mana hozir tosh olib keldik. Mana Xudoga shukr hozir asfalt ham qilinamiz. Lekin bu yerga aka mana shu o'zlaring mana shu stollarni o'zlarimiz yozuv chizuv qilib borib men Toshkentlarga mana kattalar bilan yaxshi yomon bo'lib mana shu stolbalarni tortganmiz aka. 40 ta stolba, bitta yangi transformator, 1 kilometr visoki kelgan. Bu yerga aka Xudoga shukr davlatni o'zi qildi. Lekin men o'zim boshiga turib mana kiranlar. Mana Gulobodga 100% kiran o'tkazdik. Lekin buni hozir sho'r suv chiqyapti. Lekin haqiqatan ham 600 million bir ajratildi, yana 200 million ajratildi, lekin hozir sho'r suv chiqyapti. Hokimga ham murojaat qilyapmiz, viloyat hokimiga ham, televideniyega ham hech kim suvni nima qilmayapti. Mana shu mana hozir ko'chamiz mana o'sha boshlandi mana. Mana Xudoga shukr mana
stolbalar, mana toklar, mana provodalar hammasini xalqim bilan o'z boshiga turib yaxshi yomon bilan qilganmiz aka. Mana shu narsani. Mana shu xalqdan ham so'ra. Mana shu yerga haydaysiz, Jigulning oldiga. Mana shu ko'chamiz, mana ko'cha aka. Mana ko'cha hozir ko'rasiz o'zingiz ham. O'zimiz ham boramiz yana. Hozir suvlaringiz ham yo'qda 15 kunma keldik. Suv yo'q, suvlar yo'q. Yo'q. Murod Abdullayevga ham mushashdik, tuman hokimiyatga ham, tuman prokurorga ham mushashdik. Biroq bo'ldi shu yerga to'xtating aka. Mazora bir shahid bor. Shu tadbirkorimiz Abdurahim Sharif aka. O'z qo'llaridan mana shu yerda obod qildi. Jarlik edi. Jarlik edi, bu yerda do'ng edi, bunday tuproq ko'p edi. Qo'rqinchli edimi? Tuproqlar Qo'rqinchli edi. Odamlar o'tib bo'lmasdi. Qo'rqardi odamlar. Tuproqli mana daraxt zo'r edi, jangal zo'r edi, shunga o'xshab. Keyin mana bu yerlar tuprog'ini sal chekkalarini oldida shu shahidning joyini mana sementlab, pishiq g'ish o'z hisobidan qilyapti hamma narsani. Fundamentlарды qo'yib, apoloplar olib kelib, tosh olib kelib, sement o'z hissasidan o'z shu tadbirkor hisobidan mana pishiq g'ish olib keldi. Mana shu yerda obod qilib, sal tartibga keltirib, mana bemalol odamlar yo'l olib, mana odamlar nariq qishloqqa o'tib ketyapti. Oldin bu yerdan o'tib bo'lmasdi aka. Qo'rqqanda, hamma umuman o'tib bo'lmasdi. Bu yer вообще sharoit yomon edi, qo'rqinchli edi-da aka. Mana shu yerlarda shu fermer shu tadbirkorimiz obod qildi. Yana naraqda ikkita shahid bor aka. Bu mana nihollar qarang, nihollarni qarang. Bu daraxtlar nimaga olib yotibdi bular? Mana kechadan oldingi kun uyda hech kim yo'q akajon. Mana kechadan oldingi kun uyda hech kim yo'q. 4 ta bolam turibdi, men do'konga turibman. Xo'jayinim mana Zagazenoga Termizga ketgan. Hech kim yo'qligidan foydalanib, bir-biriga xabar berib, kelib bosim o'tkazib, hech kimga aytmasdan indamay mana traktorlar начальник militsiya bor edi, prokuror bor edi, hammasi nima qilib, Hokim bor edi. Ovdarib tashlagan ekan. Militsiya rayonda Hech qanday sud qarorisiz ovdarib tashladi. Nima uchun? Men tushunmayapman. Bu yerga biror narsa qurmoqchimi bular? Sud qarori ham yo'q edi, hech qanday. Mana shuncha daraxt qo'parib tayladimi? Buni mana har yili mana daraxtlardan mevali daraxtlar mevali daraxtlarni mana nimada Bu hammasi shu tadbirkorga qaziq o'tkazish uchun shunday ishlar. tadbirkor Bu yerda mana 30 sotuk aka, mana Abdurahim Hasan Ramazonovich, mana kvitansiya aka, soliq ham to'laganmiz, mana kvitansiya. Buni ham oling aka. Mana bu xabarnoma soliqniki, mana bu pasportni, mana bu ineni, mana bu tuman hokimning qarori aka. Mana bu bittasi ketdi, mana bu ushlang. Mana bu ikkinchisi Tursunov Azamat 5-8 ming chiqqan, hozir to'lagan yo'q bu. Mana bu pasport kopiyasi, mana bunisi. Mana bu yerga devonxona. Mana bu hokimning, tuman hokimning qarori. Mana bu faqat Sharifga taalluqli deb meni uryapti bular hozir. Bu meniki emas. Mana yana bu yerga Abdurahim Hasan Ramazonovich. Mana bu yerga to'langan summa, mana soliqga, mana bu xabarnomasi, mana pasporti, mana bunisi. Bular boshqalarnikidir, to'g'rimi? Boshqasi, mana tuman hokimning qarori. Faqat bu Sharifniki deb meni uryapti. Shu tadbirkorga deb o'ylab shuncha narsani. oldida uyda hech kim Bular yo'q mana edi. aka nihol yekkan aka, mana nihol. 200 ta niholni mana o'z aka bir odam, bir musulmon agar bo'lganda shu yerga bir musulmonchilik sifatiga bu to'ri kelmaydi aka. Bir yosh bolani tarbiyalash qancha qiyin aka. Misol bu aka 11 yil 2011-yil qurgan aka. Yekkan aka. Bu narsa aka bir konkret aka nima qilmaydimi aka? Biz bitta iltimosimiz aka, bitta prezidentga ishonamiz. Shavkat Mirziyoyevga ishonamiz, tamom. Boshqa bu yerga Oltinsoy tuman hokim ham kerak emas, Oltinsoy tuman prokuror Berdimurod To'rayon ham kerak emas, Mirziyoyev Asliddin ham kerak emas, bizga mahalla ham kerak emas aka. Bizga bitta odam, bitta Shavkat Mirziyoyevga ishonaman mana. Men aka, men tadbirkorman aka, faqat meni mana aka yotishga kechasi menga odam yubormasin, To'ron kechasi ikkita odam kelib men unday qilaman, seni ubisi qilaman, bu ubisi qilaman deyapti. To'ron bilan Alisherda odam. U kim men bilmayman u. U qaysi turemchikdan olib kelganmi men bilmayapman. Naqotga hayronmiz. Familiyangiz nima aka? Ismim Abdurahimov Sharif Toyrovich. Qarang, agar shuncha vahshiylikka boradim aka. Qayerga yozilgan qonun aka? Agar shu tadbirkorimizni burni qonaydi, biz borku mana shu aytgan odamlardan ko'ramiz uka. Shunday. Nima uchun tadbirkorni bosyapti? Endi qarang. Mana qarang. Fermasini qarang, qayerga ferma Endi qarang. Qo'shnining uyiga
ferma joy yo'qligi uchun qo'shni uyga ferma qurgan, mollari uchun yem xashak yeb. Mana qarang endi. Chorva fermachilik mana qo'shnisini uyini ham oling. Ferma qurgan. Mana o'zi o'shandan. Mana aka bu yerga buzib tashlagan aka, shuncha niholni qarang aka. Bir musulmonchilikka shunday to'g'ri keladimi? Shu yerga. Shuncha musulmonchilik sifatiga aka. Bunga mana yerni egasi Alimov Vahob ham sherik. Bu narsaga Alimov Vahob eski mahalla raisi, hozir mahalla Xalqobodga mahalla raisi, eski mana yerda olgan bizga aka bitta iltimosimiz. Shavkat Mirziyoyevdan bitta aylanib, bitta syomka qilib o'tib boringda prosta rahmingiz keladi-da. Bu daraxtlarni o'zi nima beryapti misol aka? Bir ko'chadan o'tgan odam ham yeydi aka buni misol. Buni aka sizga qancha vaqtdan beri bunday bosimlar bo'lyapti? Bosimlar aka menga 3 yil bo'lyapti. Avval Erkin Boyniyazov edi, men bilan chap. Erkin Boyniyazov. Keyin bu Alisher Jummayev keldi mana. To'ron Berdimuratov mana hozir. Plus Jasur Bobomuratov kadastr boshqa. U yerga ketgan 60 million pulni qaysi mansabdor bo'lsa, ana uni bersin. 30 sotuk yerimdi. Boshqa joydan bo'lsa, mayli u tut ekan, u plantasiya ekan, boshqa joydan tiklab bersin. Mana bu 3 ta tomorqani o'zlari kelib, mana 3 fuqaroga ajratib bersin. Menga keyin managa yuqoriga hozir 150 ta molim ham o'lib ketgan. O't yo'q, bu yerga muammo bo'lyapti, xoshoq yo'q. Sovuq bo'lyapti, bu yerga qor bilmaydi bular. Bular mana yerga choyni ichishni biladi, faqat yurishni biladi. Faqat bizga mana yerga 25 gektar yer so'raganman, ana shu yer kerak. 60 million pulimni bersin, 30 sotuk yerimni tiklab bersin. Mana bu yerga 3 ta tomorqani egasiga bersin aka. Mana shu narsani aka taziq ko'rsatgan Alisher Jummayev, tuman hokimi, To'ron Berdimuratov tuman prokurori, kadastr boshlig'i Jasur Bobomuratov, Nachalnik militsiyasi ichki ishlar boshlig'i podpolkovnikmi Mirzoyev Asliddin, ana shularga qonuniy chora ko'rsin. Meni xatimda. Mana bizning ham talabimiz shu. Bitta xatimiz mana shu Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilamiz. Bizki qonuniy u yerdan odam jo'natsin. Odam jo'natib mana shu narsalarni ko'rsin, xalq bilan gaplashsin. Mana yerga bir ikkita hayvonni gapini olib, bir ikkita hayvonni mana yerga mansabdor shaxslar stolga o'tirib, bir ikkita hayvonni pechatini bosib yopmasin aka. Kelib mana Xudodan qo'rqib mana yerga kelsin, ko'rsin aka. Mana uyimda aka, mana molxona aka. 150 ta molxonaga qurganmiz aka. Ichkariga kirib uni ham sevka qiling aka. Mana molxona aka. Bizlar 27 ga 11 molxona qurganmiz aka. Yuqori tog'ga ham molxonamiz bor aka. Joyimiz bor. 425 gektar yaylov bor. Daraxtlar qilinglar, mana oldi qilaylik. Lekin bu tayyor daraxtni, tayyor mevani uni og'darib tashlagandan keyin nima qilish kerak? Sizlar qarab turibsiz-ku, bizga ish bilan ta'minlayman degansiz. Shular hal bo'lsa, bizni ish bilan ta'minlanamiz. Manga 15 ta odam bilan ishni ta'minlayman aka. Hozir qo'limga Zavur jo'natgan firmaga men o'zim rahbarman, Dildora Toyro chorva fermer xo'jaligiga boshliqman. Hozir 6 kishini ish bilan ta'minlayapman aka. Soliqni to'layapman. Biron davlatdan, hozir faqat davlatdan 200 necha million kreditim bor aka, qarzim bor aka. Meni bo'ynimga turibdi. U ketgan u yerga 60 million pulam davlatning puli ketgan, kreditning puli ketgan aka. Mansabdor shaxslar To'ron Berdimuratov qonun oldiga javob bersin. Mana shu odam agar mana shu so'zlari bor prezidentning bitta shu odamga ishonamiz. Mana shu Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyevga ishonamiz. Mana shu odam qonuniy bizga qonuniy mana shu mansabdor shaxslarga chora ko'rsin. Mafiya bosgan ekan. Mafiyaga bularga yaramaydi aka. Iltimos qilamiz, kelib bir shu Oltinsoyga bir nazar solsin, nima bo'lyapti, nima qo'yapti. Bir zavod bo'lmasa, bir fabrika bo'lmasa, ayollar bosim o'tkazayapti. Prokuror bosim o'tkazayapti. Hech qanday bir firma yo'q, bir zavod yo'q. Pilla edi bu kishi, pilla ishlayapti ayollar. Prezidentimizga ishonasizlarmi? Ishonamiz. Bo'ldi. Bu insonga bo'layotgan bosimga sizlar hammalaring guvohmi? Qo'llab-quvvatlaymiz bu kishini. Hammasi guvoh. Aka, menga shu tadbirkor qilishim uchun, mana chorvoni ko'paytirishim uchun mahalla qilmagan ishlari qilgan. Mana shu qishloqda. Mana to'q kelgan bu qishloq, mana narigi uchun. Suv olib keldi krandan. Sal so'r chiqdi. Hozir ichmayapmiz. Lekin mahalla 20 ta mahalla bo'ldi shu qishloqqa. Bir suv bergan, suv bergani yo'q. Yo'lda ko'rgan bo'lsangiz, yangi transformator Ko'rdim. Transformator olib kelib Mana kecha kelmadi. Mahalla kelish kerakmi? mahalla boshiga turish kerak. Mahalla qochib yuribdi aka. O'zi chizmani chizib qochib yuribdi aka. Bu qayerga yozilgan aka bu narsa? Oltinsoydan ketayotgan xarajat uchun bu kishiga bosim o'tkazyapti aka. Bizga aka qonuniy bizga bizga imkoniyat bersin, yer bersin, chorvoni ko'paytiray, ish sonini ko'paytiray men. Hozir 6 kishi emas,
20 kishini ish bilan ta'minlab berayin aka. Mana aka nosih qilaman aka deyapman aka. Mana aka do'konlar sal charchab qo'ydi. Do'konlarni rivojlantirayin aka. Bizning maqsadimiz shu aka. Boshqa maqsad davlatga xizmat qilish. Xizmat qilib xalqning oldiga oq bo'lish kerak aka. Tamom. Ha. Mana kuyovni ish bilan ta'minlash, ayollarni, erkaklarni ish bilan ta'minlashda. Endi uka bitta narsa, bitta haqiqatni gapiray. Mana shuncha odam keldi. Hozir sargina anavga qilyapti. Men shu kuni keldim, islang. Shu kuni keldim. Hech kim yo'q, keyin keldi hamma. Shunday g'unda ketdi. G'undaymi, kendaymi? Ana hokim ketdi, nachalnik militsiya bor, hamma rayondagi militsiya bor. Shunday borku, chappa qilyapti, ukajon yig'ladi. Kunduz kuni. Men Termizga edim, men yo'q edim, men yemasdim. Amajon mana uni qarang dedi, xolajon mana bu. Shunday chopdim, unisini ushladim, g'undani ushladim. Nachalnik militsiya kelib qo'lingni ol dedi. Olmayman dedim. Farzandim bilan barobar dedim, meva solayapti dedim. Ho'l emas dedi, quruq emas bu dedim. Bunday qilmang dedim. Xullas, chappa qilib chiqdi. Tadbirkor bo'lishga qo'rqib qoldi. Agar bunday qiladigan bo'lsa, biz tadbirkor bo'lishga yaqinlashmaymiz. Nima degan gap? Joylaringizdan olib ketadi. Mana aytib. Bunday bo'ladigan bo'lsa, oilamizni tinchligini buzadigan bo'lsa, keragi yo'q bunday tadbirkorlik. Agar tadbirkorlik shunday bo'ladigan bo'lsa, agar shu narsalarga ruxsat berilgan bo'lsa, bo'lsam keragi yo'q tadbirkorlik. Agar shu darajaga olib boradigan bo'lsa, keragi yo'q. Buni rayon Osh o'tirganimiz ham yaxshi. Gapiring aka, gapiring. Men Oltinsoy tuman, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Gulobod mahallasi Guliston ko'chasi 66-uyda yashayman. Abdurahim Sharif Toyrovchiman. Men 2007-yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelganman. Men haqiqatan ham ko'p murojaatlar qildim. Men Chorvo yuqoriga tog'ga chorvom bor. 3 yil bo'ldi murojaat qilyapman. Xatlar 150 ta 200 talar xat keldi. Bironta xat meni ishtirokimsiz ko'ryapti. Faqat yopilyapti. Faqat bu yerga bitta nimamiz, bu yerga prezident Shavkat Mirziyoyev Miramonovich shu kishidan madad so'raymiz. Shu kishidan iltimos qilamizki, internet orqali shu kerakli tashkilotni, kerakli yuqoridan tashkilotlarni kelib qonun doirasiga, qonuni bizning ishimizda hal qilib bersin. Yuqoriga bu Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumaniga tashlamasin. Biz Gulobod mahallasidan bir 10 tashkilotga murojaat qilganmiz, Oltinsoy tuman hokimi ham prokurorining ustidan. Ular jahli chiqib mana shu holatga olib kelyapti meni. Olib borib qamataman deyapti. Bir ikkita mafiyani jo'natib kallangda olaman deyapti aka. Qayerga yozilgan aka? Biz ochiq demokratiya nimaga yashayapmiz aka? Biz O'zbekistonga yashayapmiz. Men Tojikistondan yo'q, Qirg'izistondan ko'chib kelganim yo'q. Men O'zbekiston fuqarosiman. Abdurahimov Sharif Toyrovich. Faqat menga qonun oldiga ular javob berish kerak. Oltinsoy tuman prokurori To'ron Berdimuratov, Oltinsoy tuman hokimi Alisher Jummayev, Oltinsoy tuman kadastr boshlig'i Jasur Bobomuratov, Oltinsoy tuman ichki ishlar boshlig'i podpolkovnik Mirziyoyev Asliddinlar va ichki ishlar va qolgan menga mansabdor shaxslar aka. Meni mana yerga 60 million ketgan zararni qoplatib bersin. Bu yerga 25 gektar menga tog'da mol bor. Ana shu yerga menga yaylov bor. Bu yerga suvli yer, maydon bersin aka. Bu yerga 30 sotuk yerimda narga 30 sotuk do'konni dehqon fermer xo'jaligida tiklab bersin. Mana bu 3 ta tomorqani egasini chaqirib, mana tuman hokimning qarori bor, shularga berilsin. Bitta nimamiz, iltimosimiz bitta Shavkat Mirziyoyev Miramonovich. Tamom, boshqa hech kishiga nima qilmaymiz biz. Tashlasichi. Dan Zo'q bering. Qarang-ku. Ayollaringizga ta'lim Bo'ldi qiling. Mana uni olyapti. Men gapiryapman. Kechadan oldingi voqea. Bir o'zi. Buzgan nimalar? Bega militsiyalar ham kelgan. Militsiya 50 ta militsiya. Meni mana 5 ta militsiya qarashdi, to'g'rilab turibdina. Kadr o'dan militsiya meni ushlab turibdi. Mana men shuni ko'chirasiz. Hay, ularni to'g'ri. Qara. Shuncha tadbirkor prezidentga rahmat. Hamma ish ketyapti, yaxshi chiroyli xalq uchun kuyib yonib ishlayapti. Lekin shu bachcha xalq uchun yonib ishlab turgan joyda biz bu bachchaga imkoniyat bor, yosh, qudratli, kuchi bor. Yuradi, bu yoqqa hujjatni to'g'rilab, bu yoqqa ishlaydi. Lekin bizga o'xshaganlarni Oltinsoyda bog'dorchilik qilamiz deb va'z qilyapti-yu. Unda
yer beramiz, olingizlar, ishlangizlar deyapti. Lekin biz hech narsani yo'q. Bu bachcha bor narsani yo'q qilaversalar. Borga yo'q qilaversa kattalar. Biz qayoqqa boramiz? Biz yer olib ishlay olamizmi? Yo mana yoshlar ishlay oladimi? Bu ahvolni ko'rib turib, bitta tadbirkor o'zi bor yo'g'i bitta Gulobodda bo'lsa, buni ham yo'qotsa. Ana qarang. Bitta bo'lsa shu bittani yo'qotsa, keyin mana yoshlar qayerga boradi? Yoshlar buni ko'rib turib o'zini cho'qqa ura olmaydi. O'zini yong'inga mana yonyapti, Sharifa yonyapti. Ko'rib turib qolgan kishi bo'lib o'zini yondira olmaydi-ku. O kattalar qayerga qarayapti? Nima bo'lyapti o'zi? Ana endi shuning hisobini olib qiladigan bo'lsin. Xalqqa xizmat qiladigan odamni ushlasin. Hamini o'smishkin ona, hamino. Rahmat. Ana shu rahmat sizga kelib nima qilyapsiz? Yordam bering. Prezidentdan yordam bersin. Sizga ham hozir odamga yordam bering. Global mahallasi pensioneriman. Familiyam Nurmurodov Gulchehra. Hozir sizga aytdimki, mana shu 9 yil mana shu insonni yaxshi ishladimmi, yomon ishladimmi, mana o'tdi ketdi. Buni xalqqa qilgan xizmatini men bilaman, bular ham bilmaydi. Chunki mana shu do'kondan qilayotgan odamlarga qilayotgan o darvesh onaman. Boshqa biron bo'linma yo boshqa narsaga bosh qo'shib bo'lgan mana shu inson. Chunki men shu yerda ishlab, men shu ishlagan davrimda men ko'rdim. Qancha odamlarga yordam berayotganini ko'rdim. Mana hozir mana bu yerda. Haylakay. Bo'ldi. Bu bir emas. Ha, u yerda. Balanda ham bor. Boylar joylarda mana shunday qilyapti. Mana shu yerda shuncha inson bor-ku, bu mahallaning ishi. Mahalla bosh qo'sh bo'lish. Mana mahalla yo'q bo'lish. Baba, shu mana nima gapingiz bo'lsa, borib ko'rsangiz men roziman. Sabab xizmat qilish davri cho'ri keldi, borib Germaniyaga xizmat qildi, xizmat qilish cho'ri keldi. Rahmat prezidentimizga mana shunday imkonlarni yaratyapti. G'ayrat qiling, yordam qiling bu odamga. Yordam beringizlar. Bo'ldi. Boylar shu oddiy fuqaro bu kishi. Lekin hamma xizmatga bosh qo'shib bo'ladi-da. Endi bitta misolga aytaman. Bayram bo'ladi. Bitta misolda aytaman. Shu odamga 7 yot begona bitta ayoldan borib Termizga doktorlarga ko'zini yaratib berdi. Kim qila oladi? Mana shunday. Bir pul ana o'qigani yo'q, ana o'sha ayol. Lekin bu odam puli bilan qildi. Yordam qilgan xalqqa yordam qiladi. Boshqalarni qo'ying. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa, endi g'ayrat hammasi yaxshi bo'ladi. Endi shunday qiling. Hammasi bitta duo bering. Iloyomin. Iloyomin. Qul vallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad, yakun lahu kufuwan ahad. Yaratuvchi Alloh taolo hammamizga bosh qosh bo'lib, siz yordamingiz bilan davlatingizni ishonarli odamlari ishni yaxshi olib boringizlar. Allohu akbar.